O'zingiz xohlamaysiz ota-onangizni xafa qilishni, yaxshi ko'rasiz ota-onangizni, sevasiz ota-onangizni, xafa qilishni istamaysiz, lekin anglamagan holda meni o'qitmagansiz deb xafachiligingizni bildirib qo'yasiz, meni ishlatmagansiz deb xafachiligingizni bildirib qo'yasiz. Bu nima uchun bo'ladi? Bu siz ota-onangizni yomon ko'rganingiz uchun bo'lmaydi. Yo'q, biz yaxshi ko'ramiz, biz sevamiz ota-onamizni. Bu bizni dasturlarimiz natijasi hisoblanadi. Ong ostida dastur bor. Xafachilik dasturi ota-onaga. Shu sababdan biz o'zimiz anglamagan holda, oyijon biz sizni juda yaxshi ko'ramiz, lekin o'qitmadingiz-da bizni. Dadajon biz sizni juda yaxshi ko'ramiz, lekin o'sha vaqtda institutga kirgizdirmadingiz-da mani. Bu nima bu? Bu xafachilik. Bu alam, qolib ketgan alamlar, bu qolib ketgan xafachiliklar chiqaveradi tashqariga. Biz xohlamaymiz buni chiqarishni. Biz xohlamaymiz ularni xafa qilishni, lekin u chiqaveradi. Toki biz mana shu narsalarni yechmas ekanmiz, toki biz bu narsani yechish kerakligini tushunmas ekanmiz, toki biz bu bloklarni, dasturlarni o'zgartirmas ekanmiz, biz o'zimizni qabul qila olmaymiz. Toki sizlar shu va shunga o'xshash dasturlarni topib yechmas ekansizlar, sizlar boy bo'lmaysizlar hech qachon. Bo'lmaysizlar boy.